har bir insonni prikusi, ya'ni tishlovi ideal emas. Tabiatda ikki xil turdagi prikuslar uchraydi. Keling, sizni tishlaringiz qaysi prikusga kirishini hozir aytib beraman. Birinchisi bu ortognatiskiy prikusi, ya'ni yuqori jag'lar pastki jag'larning 3dan 1 qismini qoplaydi va tish qatorlari tekis munosabatda bo'ladi. Ikkinchisi bu biprognatik bo'ladi. Tishlar nisbatan naklonda bo'lgani hisobiga hamma tishlar qatori tekis tegib turadi. Uchinchisi bu to'g'ri prikus, ya'ni faqatgina jag' tishlar emas, oldingi tishlar ham to'g'ri munosabatda tekis tegib turadi. To'rtinchisi bu progenitskiy deydi. Pastki tishlar ozgina naklonda bo'ladi va yuqori jag'lar bilan hammasi bitta qatorda bo'ladi. Agarda sizda shu 4 ta prikus kuzatilsa, biling bu to'g'ri prikusga kiradi, xursand bo'lsangiz bo'ladi. Keyingisi bu patologik prikuslar hisoblanadi. Birinchisi bu distalniy deydi, ya'ni yuqori jag' juda ham oldinga chiqib ketgan va pastki jag' o'sishdan qolganini hisobiga yuqori jag' oldinda bo'ladi. Ikkinchisi bu teskarisi medianli prikus, ya'ni pastki jag' juda ham oldinga chiqib ketganini hisobiga bu orada shel paydo bo'ladi, sagittalniy. Uchinchisi bu глубокий deydi. Yuqori jag' pastki jag'i 50% dan oshig'ini qoplaydi, ya'ni pastki tishlar deyarli ko'rinmaydi. To'rtinchisi bu kesishgan prikus, ya'ni pastki jag'lar jag' sohasida yuqori tishlarni yon tarafdan qoplab turadi, ya'ni perikrosniy holatda bo'ladi. Beshinchisi bu ochiq prikus, ya'ni yuqori va pastki jag'lar bir-biriga oldingi sohada tegmaydi va vertikalniy yoriq paydo bo'ladi. Buni открытие yoki ochiq prikus deyiladi. Agarda shu yuqorida sanab o'tilgan patologik holat prikuslar sizda aniqlansa, bilingki bularni to'g'rilatish kerak. Buni ortodont yordamida hal qilinadi. Xo'sh, endi siz tish prikusingiz qaysi turga kirar ekan? Izohlarda yozib keting.